Bu ikkita trekkerimizga bittasiga propan, bittasiga meta o'rnatib berdik. Qanaqa jihozlar qo'yilgani va narxi qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ramiz. Bilasiz, eng arzoni bizda. Propan qo'ygan trekkerimizga oldi jihozini tanishtirsak, Basico 24 ga 4 miyadan foydalandik. Italyanskiy Real Farsunga radiatorimiz Italiya radiator bo'ldi. Balon joyiga kelsak, 54 talik tabletka balon qo'yib berdik. Taglarini shumka qilgan holda chiroyli qilib o'rnatib berdik. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi 3.8 million so'm. 48 talik qo'yadigan bo'lsangiz 3.5 million so'm chiqadi. Metan qo'yilgan trekkerimizga oldi jihozlarni tanishtirib o'tamiz. Oldi jihozlari Avansi 32 ga 4 miyasi, Italyanskiy Farsunga X radiatordan foydalandik. Balon joyiga keladigan bo'lsak, bu trekkerimizga 3 ta 30 talik chiroyli qilib o'rnatib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Buni narxi 7.5 million so'm. Agar 75 talik balon qo'yadigan bo'lsangiz, narxi 4.9 million so'm. Shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastga raqam qoldiramiz. Bu videoni yaqinda Trekker 2 chiqadigan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Bizga obuna bo'lishni unutmang.